Bizde egzaklar hozir 2 oy, hali preko'rindim erta. Sizlar nedan o'shini tug'ilgansizlar, 2 bo'lib tug'ilgani uchun sal ertaroq boshlasak bo'ladi. Bizda 4,5-5 oylikka yaqin. Bundan test etib ko'ramiz. Pishvoy interesi bo'lishi kerak. O qadar qiziqishi bo'lishi kerak. Qiziqishi bo'lsa biz boshlaymiz. Buni test etib ko'ramiz. Testdan necha? Shuna yaqin vaqtda stol o'tirib boshlaymiz. Birga, yonimizda, shu oyoqlarimizda. O'tirgan vaqtda ko'rib o'tirishi kerak. O qadar qiziqish paydo bo'lishi uchun. Opam akam stolda shatadi. Noviydilar, uncha biydilar, shuna qiziqib boshlaydi. Keyin bardab boshlaydi shu vajdan yeb o'tirgan. Qoshiqni so'raydi. Qoshiqni beramiz. Qoshiqni bergandan keyin o'ynab, yalab, otib ursa bu o'ynab o'tirdi. Tayyor emas o qadar. Bir test. Agar qoshiqni olib yalab, ichindagi qonda bo'shsa, og'zidagini olib, tarelkadagini olib, og'zina sajak bo'lsa, yutib bilsa, biz yalatib ko'ramiz, yalatgan vaqtda yutishi kerak. Yutsa tayyor. Agar og'zidan chiqarib tashlasa tayyor emas. Shu qoshiqni o'ynab, menga ber deb boshlaymi, ovqatlarni ber deb. Vam tayyorgarlikka kiradi. Ovqatda tayyor bo'lib turibdi, qiziqishi bo'lib boshlasak bo'ladi. Lekin shu pishvoy interes muhim. Bular egizak bo'lgani uchun kimdadir ertaroq pishvoy interes boshlanadi.